Ben bir Uygur buluş çıktım bilen. Şu Uygurlarga naiti erki baskınçılıkta, şu Uygur ayarlarınınki pilalık tuğut naziriyede guah vermekçi. Ben 2000 yılı şu Şanghay'ınki Bolgan Eri Sanat, Örümçinki Eri Sanat, Beyzen dep koymuş hem de. Müşahede hizmet küçüktüm. Hizmet tarihim 16 yıl. Bu hizmet kılış jarayonida ben şu işçiler reisi bulup hizmet kıldım. İşçiler uyuşmasınınki. Odatda bizniki şirketimizde en köp degende bu 1000'dan artıq işçiler hizmet kıldı. Bunun içinde o'qituvchilar, anadaki doktorlar, eri sanalar, anadaki bu yapımcısı da koydu. Bunun içinde bütün şu aşkandaydı, şu öyle bozulgan narsalar yasaş degandek aşna bir hizmetler var. Disatda Fransa kılmış öymülük şirketleri. Muş ürünçinin işçilik bütün hizmet dairelerini muş 97 yılı muş Şanghay sitip aldı hesapta. Şanghay Balkan Konusu. Sitip aldı muş ürünçinin bütün her kanda çok küçük bir sanat olsun, minik sanat olsun, marif olsun, doktorhan olsun. Bütün her sistemler muş Şanghay'ınki başvuruş sistemi bilen okşaş. Şanghay'da bir kanun çıksa şirketninki muş kanun şu vaxtda ürünçiye muş bütün hizmet bilen şoğlangan organlar şu hizmetni, muş kanunu əmrləşdirdi. Mənim xizmət qılan yerim muş Beyzənin eğrisanayi. Bunun içinde kanun, maşinayleş, kanun, çödü. Bu var, anonimkize eğrisanayi var, tümür kereş çıkış, anonimkize. Bu yakın konusu mesela, şu tazlar, buzulan nəslərini yaslaş, əmdə mən Uyğurca tərcüm qılan tağlarda müşnaq oldu, anonimkize. Oqtuqçı, doktorxana, tarmaq doktorxanaları, muşla həmisi, muşla Şanghay'ınki, muş bizim hizmet organlarımızın içindeki bir türü. Ben adette biz Şanghay'nınki bir işçini kabul kıl vaxtıda 2 yıl ekvalası da 2 yıl kanun bilen kabul kıldı. Birisiyle bu deyin çançı xatungun deydi bu. Uzun müddetlik, xudaş ölüp ketkeninize kadar, ölüp ketişki ahirine kadar bu şu hizmetin içinde, bu siz toxtamın içinde. Yani birisiyle dayçı xatungun deydi bu. Fakat kısa müddet içinde siz bilen hizmet toxtam tüzeydi. Mesela kısa müddet dediğimiz 1 yıl, 2 yıl. Siz fakat sizin hizmet ifadeniz qaraydı, yaxşı işlep kalsanız, bir mesela okugan diplomanız yüksek bolsa, sizni yavaş yavaş aldırmay uzun müddetli hizmetçi kabul kılış jarayonida sizga kanun sistemasi uyutudam hesapda. Ben üniversite okualım için uzun müddetlik ben iqtisodda okugan, maliya iqtisodda. Şunga uzun müddetlik hizmet toxtamaga imza koyup hizmetga tushdim. Hizmetga tushibla praktikam chiqqandan keyin ishchilar uyushmasininki shujisi bo'lib ishladim, raislik hamda fu deb qo'yamiz hamda qo'shimcha. Çünkü bizim hizmetimiz, hizmet organımızda 1500 işçinin içinde 800 kadar ayal kişi hizmet kıldı. Bu ayallar şu asosiyat okutkuchi, doktor, sestra, hem normal egri sanat mesela şoför, o bu diyendek hemisi şu işçiler var. Hem şu ayallarınki kuyulgan kanunu bilen erlerinin kanunu okşamaydı. Ayallarga şu kuyulgan kanunu toy qılandan keyin mush xizmatda toy qilib bo'lgandan keyin hemen balliq bo'lmaslik, balliq bo'lamaysiz. Chunki Shanghayning bu qonunida cho'qim balliq bo'lgan vaqtida deyishimiz kerak. Men balliq bo'lish o'ylashyapman, balliq bo'lsam bo'lamdi. Masalan, shularning sistemida toy qilib mo'ychiq vaqtdan keyin balliq bo'lsa degan kinishki keladi bizga. Mesela ya 6 ay ya 1 yil. Mesela osh kinishki kelmay turib, siz balliq bo'lib qolsangiz, balangiz majburiy qatorda doktorxonadan ilinitidi, mesela oldiritidi. Mesela baldur, mesela oy meni qo'shqimda dekasikda qaptime deydigan imkoniyat qat'iy yo'q hisobda. Chunki sizni az deganda 6 oyda bir qatam doktorxonadan tekshirdi ayollar bölümüne. Qo'shqingiz bal bormi? Masalan, ajrashib ketgan bo'lsangiz, uzuking'iz bormi? Uzukingiz tushib ketdimi? Masalan, bo'y taxotlar bo'lsa, qanday bo'lyapti? Ularningki rahimlarini ilqirib, baliyat husini kestirib yo balliq bo'lib qolmaslik uchun ikkinchi qatimni tug'ib qolib qolsa degandek bir har xil bir qonun tuzumlari bor. Buningga biz imzo xizmatga kirdikmi? Cho'qim imzo qo'yishimiz shart. Imzo qo'ymasangiz bu xizmatga siz kiramaysiz ham. Xizmat davlatning siyosatida ishchi bo'lmaysiz. U vaqtida siz yo'q bu o'qig'ingiz ham narsa bekor bo'ladi. Shuningga biz mush Xitoylarniki bostirish siyosatida cho'ng bo'lganligimiz uchun bu ishlarni normal deb qaraydigan ekanmiz vatanda. Normal. Chixvasin ham pilolik tug'utqa ko'p balliq bo'lmaysizlar deganki, bu biz ashunaq bir tuzumda cho'ng bo'lganligimiz uchun bizning mingimizga kirib ketganligimiz uchun biz buningga normal biz davlatning siyosatlariga bo'ysunishimiz kerak, davlatga qonunlarga bo'ysunishimiz kerak deb o'sha imzo etishga majbur bo'lib qolganmiz. Chunki biz xizmat qilib o'zimizni boqmasak bo'lmaydi u yerda. Shuning biz mush imzo atdik hisobda. Men imzo atdim. Mesela to'y qilib qolsam munchik vaqtdan keyin balliq bo'lsa, balam olib qolsa munda deb. Senga bu ko'zlarimiz bo'lyotidi. Men to'y qilibmi 3 yilgacha balliq bo'laman dedim. Chunki kinishkam kamidi 3 yilgacha. Bu siz masenga voy men munchik vaqtda balliq bo'lishim kerak deb bu tanlash sizning bo'lmaydi. Bu tanlash faqat bosh shirkat Shanghai
Bolgangonsu buluş gerek. Ular tanlaydı siz mesela muyçılık vakti ballık olsa da kurdu siz bütün derslerinizni siz kontrol kılmayısınız. Başka insan sizi kontrol kıldı mesela. Devlet işleyen bütün memurlar hemisi okşaş. Mesela bu yapma tokuptu muyçılık degen bolsa o belki devletke bir yüksek miktarda bir pul ödegen buluş mümkün. Bolmasa onda normal ürümçide hizmet kılarlarımız bildi. Lekin diyemeydi. Çünkü bu desek kokayımızda hem de bizge bir ziya yetkizip kılıştın. Emedem o neye basınız avukat barsanız mu sizin gibiniz küçük iyi bulmaydı ki. Muhbir mu şu Xitayning qonun Xitayning nega bassangiz siz herkes yengamaysiz. Çünkü biz yengamedik. Mening qulam sunib ketdi. Ikki yerdan sundirib etdi saqchilar. Avukatimiz Nurbekirning avukati bizga kelgan vaqti kelgancha Nurbekirning avukati bütün narsani tenib oldi. Men bularni tunimayman deb. Shuningga bir davlatga ishonchimiz yo'q qatorda hisobda. Ashuna bir xizmat qilamiz. Siz bir qul hisobda u yerda. Hech qanday bir narsangizni ega bo'la olmaysiz. Hukumat sizni bir kundilik qop-qora chiqaritadi, bir kun oppoq chiqaritadi. Shuningga nima desa shularning huquqiga, qonuniga bo'ysunishingiz kerak. Ben 2010 yılı Muş kanunuga boysunuş qatarda imza attım. İmza etişte kichkib to'y qilish, kichkib balliq buluş, bo'lmasa har vaqt to'xtamni bekor qilish degan qonunlar bor ekan buning ichida. Men shundan hamsiga qo'shildim. Chunki men xizmat lozim, ishlamasam bo'lmaydi, ayilda chiqishim kerak, to'y qilishim kerak, kelgusini o'ylashim kerak. Shunga bunga majbur imzo etishga majbur bo'ldim. 2010 yılı bu xizmatni tutgandan keyin, xizmat qilib 5 yildan keyin 2005 yılı bizniki mush xizmat dairida bizniki ismi ismini oshkorligim yo'q, balki uni qiyin qatoriga yetib qolsin deb o'ylayman. O'sha bir xizmatchimiz to'y qilib 1 yildan keyin ehtiyotsizlikdan qo'chqilib qolibdi. Bu 6 oygacha bu bolani oshkorlamagani uchun bola qo'saqda 6 oy bo'lgandan keyin doktorlik tekshirish o'rnida bu bolani bilib qoldi. Bilib qolgandan keyin biz hammamiz to'plandik bu yerda. Bütün shu shuji kadr jihozini hammamiz joyijondan tortib boshquruvchidan tortib to'planamiz. Bu ayolga shu qonuniy jihatdan tartibni tushirib bo'yicha 1 oy o'tib ketdi. Qo'saqda bola 7 oy bo'ldi. Angacha bu ayolni xizmatdan to'xtatdik. Uyda nazarband. Mesela uydan tashqari chiqishga bo'lmaydi. Hech qanday bir sirt uchular bilan nima qilishga bo'lmaydi. Faqat bir soqchi ishni oldida bekib turdi. Muşnaq bir şekilde er-xotin ikkisini uyda tutib turdi. Hesaplamış 7 oy bo'yicha. Bola 8 oylik bo'lgan vaqtida shu qonunniki kinishga kelmay turib, zibyol kelmay turib, mush bolani tuqqan, davlatning planliq tug'utga qarshi turgan, anondan keyin davlatga bütün xizmatchilarga mush ulgu bo'lolmagan degan qatorda bu ayolga mush Xitoy pulda 10 ming qo'y jazo jarimani qo'ydi er-xotin ikkinisiga. Yo'lchini 6 oy xizmatdan to'xtatdi, 6 oygacha ogohlantirish uyda. 6 oygacha hech qanday bir xizmatdan pul bermaydi. Xutinimi shunda 8 oylik bo'lgan bolani biz davlat bizning shirkatda qancha ma'mur bo'lib qolsak, shu hammamiz uyli bo'lishimiz kerak degan qatorda ayolni pipan qildik. Bütün yerda so'zlatkizdik. 8 oylik bolani ko'tarib qo'saqni zib yo'l kelmay turib, qo'saq ko'tarsa qanchalik nim bo'ldi. Bütün ishchilarning pul qo'lida jazolaydi endi. Shu bir ayol qo'saq ko'targanlik sababdan. Şunun bilan bu 8 oylik bo'lgan bolani doktorxonaga olib borib, ayolninki qo'saq tutirib, bolasining mingsiga ukol urdi ekan. Bizga chiqib gapirishicha shunday bo'ldi endi. Ukol urgandan keyin ayolni normal tug'dadi, sun'iy tug'ut bilan to'lg'aq deb qo'yganmiz, sun'iy to'lg'aq urdirib, ayol 8 oylik bolasini tug'di. Tug'ib faqat 2 minutda yashash fursati bo'ldi. Undan keyin davlat bolani o'ldiribdi. O'ldirayotgan bolaning jasadini anası ve balası, dadısını beğenmedi. Biz mi kömdük hem de. Bu çokum devletke kiliş gerek bu ceset. Ailesi verişki bu ki. 2005 yılı 8. ay etrafta. Hangi küllüğünü bilmeyim ama. Muşinçilik bu kızalına şunda kılıp doktorxanadan açıqandan ki bu kızalını neyro karakterlik bir tık normal emas deb Sarana doktorxanasına yatqızıb. Bu ayağının ikinci qetim yani muşunda qo'sqida qapqamusunda bu ayağını nayte ilmi nayte sistemalar hech kimga bir xil ziyo yetmagan asos ichida Sarana doktorxonasiga yatqizib, analiza xizmatdan to'xtatib etdi. Ama bu ishchininki xizmat to'xtam qilgan vaqti vugudan chanchi xatongon. U o'zi xizmatdan istiqbol bermaganga qadar davlatdan uni to'xtatmaydi. Chunki uni to'xtatish uchun qanday qildi? Shu Sarana doktorxonaga yatqizib qo'yish orqali neresi aciz, xizmat qilish ehtimoli yo'q, iqtidordan qoldi degan asosda xizmatdan haydab etdi. Shunday qilib bu ishchini davlat nayte siliq sipoya hech kimga bildirmay mushundaq bir taraf qildi. Bu davlatning sistemasi mushundaq. Masalan, davlat ma'murlarining sistemlari hammasi mushundaq. Masalan, haqchi yuchib qo'ymaydi. U nima ish qilib to'xtab qoldi, neresi aciz, ish xizmat qila olmaydi, bexatar deyil debchi to'xtatdi mana. Xitoyning sistemlari mushundaq. Nayte hiligar, tulka, bir insonga sirtdan qarasiz nayte bexatar. Bu bek ishtirgan bu xizmat chuqur ishlashimiz kerak ekan bekor turgandan deyish orqali, ammo ishchi kirgandan keyin bu xizmatdan qanchalik qo'rqinchli, qanchalik vahima sizning qanchalik bexatar emasligingizni faqat shuning deginni qilishingizni demisangiz, balkim hayotingizga xavf yetib qilish ahvolining %90% ligini men %100 kesib ayta olaman. Chunki men bu idorada 16 yil xizmat qildim. Shuning men buni %100 kesib ayta olaman. Yana birisiga 2000
2009 yıl atrofda bizim bir savodishimiz bu birinchi bolasi qo'shkuzak tug'ildi. Qo'shkuzak tug'ilgandan keyin ikkinchi qatim dikkatsizlikdan balkim bir 6 ay 7 ay ichida ikkinchi qatimki bolasi homil bo'lib qolibdi. Lekin bu homil bo'lib qolish ehtimolimiz bek tuvan. Chunki bizni bek tekshiraydi, uning ustiga bizni tug'utdan oldin oldigan har xil ukullar va sistemalar va buni urdirib turishimiz kerak. Bu majbur urdirdi. Masalan, shirkat ishladingiz, davlat ma'muri oldingiz, chuqur urdirsiz. Masalan, men hukumat ishlamayman, shuni meni ishim qilmaydi desangiz, u mumkin emas. Sizga qaraydigan juq quyida maxsus qizlar bor. Aile komiteti deb qo'yamiz Uyg'urchada. Dashodan universitet o'qigan qizlarni butun mushunaq mali jasusi deb qo'yamiz Uyg'urchada. Mushu ayollarni ish qotidi, bir oilani ish qotidi, kim kiryotidi, kim chiqyotidi, to'y qildimi, to'y qilmadimi, kimlar aralashadi. Hech qanday bir maxfiy uchurimiz yo'q. Qarasangiz hammadan bu yerda yashayotgan bilan aile komiteti degan bu bir organ butun ayollarningki shaxsiy uchurini egallaydigan organ. O do'stlik bilan egallaydi, sizning do'stlik orqali yiqilishadi sizga. Qo'shningiz orqali yiqilishadi. Hargiz o'zim demaydi-da, men maidada ishildim deb. Çünkü o onun vazifesi. O hizmet bittiğindeki hizmet küçüş gerek. Hizmet küçüse onun başka tanlaşı yok. Yüzünün kesibini alamaydı. Şunu muş hizmetini onu mecbur tanıdı. Sen muş hizmeti işlişin gerek. Devletke üzerine biraz küçüğünü kaytırışın gerek diyen ki. Çünkü biz devlette anda çoğun boğan ki. Çünkü devlette çoğun boğan ki. Bu bir hizmet diyen asasda. Bu devlette cüyuquydu hizmet kıldı. Cüyuquydu hizmet kılanların hemisi nait yuqur katlamda okugan. Her xil şekilde terbiyelengen kızlar. Belki oturdu harbiylikler bile buluş mümkün. Mesela benim odam harbiy olgan, bizim harbiyler Katar'da çoğun bulduk ayrı terbiyemiz. Şunu ben işçi bilmem hem de inkasımız iştik o cihetlerden. 2009 yılı dep uylaymayam diyor. Belki hatalaşmasam şu kız ötüp gitmiş kız 2005 kızdan bulgan deken bir 3-4 yıldan keyin yana bir savatçımız uşa bir iş oldu. Bu bizim şirketimizde. Bu kız maşinaydı. Kağlında hizmet kıldı. Kağlında mes karmayga may toşudan kızdı. Yubaydaydı çoğu maşina. Bu kız 2009 yılı kız 2010 yıl hizmet küçüktü bizim savadaş. 2009 yılı bir tuncu balsa koş gizek oldu. Koş gizek kız. Kız soğuğandan keyin biz bunu nait sistemini bilen bu kızga hamda zibiyo kaptı degan qo'saqda turib zibiyo kaptı. Şunu bu kızga bir jazo o'tadikchu hamda hisobda. Jazo berdi davlatdan. Bir ay kechikib, bir ay baldur qo'saqni qilib qolganligi uchun bir ogohlantirish berdi. Yillik maoshini hammasini kesib etdi ahudda ishkisini. Masalan, bizning yillik maoshimiz az deganda 20 ming atrofida bo'ldi Xitoy pulida. Bu ishkisi bir ay kelishga kelmay turib qo'saq ko'targanligi uchun ishkisidan 1 yillik mukofot kesilib ketdi demak 40 ming Xitoy puli. Şunu bular qabul qildi endi bo'pti balani saqlab qoldik qo'sh kezak bo'lganligi uchun deb bunday qo'sh kezak bolalar uchun sizdan bek anliq nisbatan bek muhim. Bu bal tug'ilib 8 oy qator 8 oy taxminan 7-8 oylik bo'lgan vaqtida bu ayolning qo'sqida qap qapdi. Shu qap qolgan vaqtda shu 3-4 oy bo'lgan o'xshaydi. Bunimi biz bilmaymiz, ya'ni jihosini bilib qoldi. Ya'ni 6 oy yashab tekshirish jarayonida. Qap qolgandan keyin bu ayolni bu ikkinchi bal, masalan bu ikkinchi balni elishmi, uni uchinchi balsini elish huquqi bo'ladi endi, lekin oldirmadi. Chunki sen ikki qo'shkizak bal tug'ib olding, sen biokemga asosda, lekin bosh urib tikan, masalan ikki balasi tug'ilib, bir 2 yosh kirguncha davlat bosh urib tikan, ikkinchi bal, ikkinchi qatam yana to'qim bor deydi. Lekin davlat qo'shilmabdi bunga. Xatni bir xil kesib beribdi. Ya sen bir qatam ikki bal tug'ib olding, sening tug'ish imkoning yo'q deb kesib deydi. Shun davlatdan bunga baliyat qismini apres qilishni yoki uzuk soldirish, uzukni majbur, uzukni biz xizmatchilar majbur uzuk soldiramiz. Bir qatam to'y qilib oldingizmi, majburiy uzuk soldirasiz. Yo'q, men uzuk soldirmayman desangiz, direkt ishdan to'xtaysiz. Qaychu bu nihoyatda qattiq birinchi moddaga kirdi bu Xitoylarning moddasi, ana shu shirkatning moddasiga. Masalan, men to'y qilgan vaqtimda 2 yilgacha bal olamadim, chunki uzugim bor edi. Bizga majbur uzuk soldirdi. Mush uzukni majbur solsiz. Bu uzuk insonlar bizga shunchalik ziyonliki, har tarafdan shunday ziyon bo'ldi ham hisobda. Bu balki bir ayol bo'lish bilan butun ayollar bo'ldi deb qarayman. Bu bir to'ymirni ichingizga sap qo'yganki, bu haqiqatan bir ziyonlik. Lekin buni soldirsiz majburiy. Mush qizg'imi, mush uzukni sap qo'ygan ahvol ostida mush bal qapqapda uzuk tushib ketgan o'xshaydi, onu bilmadik hamda biz men u planlı to'liq mas'ul bo'lmagan kerak, biz yig'inlarda anglaymiz hamda 100 bir yig'inni anglatadi. Bu qizaloq 4-3 oylik bo'lgan balini, shu buni balni cho'ngaytib qo'sqida 7 oylik bo'lguncha, 6 oylik bo'lguncha qo'sqida cho'ngaytib, shu yerda hemen aldırib yetalaydi, lekin davlatning qonun sistemiga bo'ysunmaganliging uchun seningdan mushundaq intiqom olamiz, seni mushundaq bir azoblaymiz, butun insonlar ko'rish kerak ayollar mushundaq bu oqibatini deb mush ayolniki 3 oylik bo'lgan vaqtida chiqarib bo'lgan aldırib yetalaydigan balni majburiy bir onaga bir balaning mehrini soldirib 6 oylik 7 oylik bo'lgan vaqtida ananiki oldirdi. Mandaq rezil shirkat. Shu bicharalar berib 6 oylik 7 oylik balni shunda jafoda uyda shu nazarband qildi, tala chiqolmaydi, saqchilar uyda kirib chiqadigan gap. Bu 2009 yil, 2010 yil bo'lgan ishlar bular. Bular haqiqat bo'lgan ish, shu Shanxayning bo'lgan shirkati men ismini deb berdim. Kompyuterdan bossangiz bu shirkatlar chiqadi. Butun Urumchi setib olgan bularchi. Shu 2010 yil. Bular chiqadigan narsa, men hech qanaqa narsa yusha olmadim. Bergan guvohlarimning hammasi rost. Hammasiga rostlik bilan guvohlik bera olaman. Mana shu 2005 yil bir qiz, 2009 yil bir qizmish 6 oylik bo'lgan, 6 oygacha yo'g'antib
balını. O anını azaplap, anının sağlık, salametligini oylaşmaydı o yerde. 6 aylık bolgan balını aldırdı. Bu kızını mı? Yani okşaş. İkisi de normal mesele çıkıp kaldı. Hizmet kılış ihtimali bek töven. Maşın heydiyemeydi. Aklı köftüne bir munca kanunsuz nesler bilen öyde aile zoravalık uçurdu deyip günahnamasını yol dışı atıp koyuş ehval astıda. Muş ayağını okşaş hizmetten toxtattı. Bütün günahını yol dışı atıp koydu. Ailede itbaksızlık var. Bal tuğulgan ki mundaq oldu salametlik mundaq boğalık için yol dışı her gün tayak uruş arkalık aile zoravalık arkalık bu ayağını royu icadetin hizmet iqtidardan kaldı dep. Çünkü bu ayağını yeni saran doktorxanası yatkızamaydı ki. Yatkızıp koysa çünkü aldı da yatkızıp koydu. Çünkü bu Xitaylarınki karakteri bir kıqa işini hiç qatım tekrarlamaydı ki. Onun da yakın bir usul arkalık bu ayağını cezalandırdı hem başka işçilara ülgü kıldı. İkincisini mi muşundaq kılıp toxtattı, hizmetini toxtattı. Cumhuriyatın düşürülgen kanunlar, mesela Cumhuriyatın Beycan'ın düşürülgen kanunlarda biz kögen kanunda pilalık çıkmasına yeninki de Xitaylarınki assallık milletlerge verilgen san 2'ken, Xitaylar verilgen san 1'ken pilalık tuğu çıkmasına ilanınki. Ama bu fakat Cumhuriyatın yüzeye düşürülgen kanunlar ama bu kanun hiçbir vakit bu umumlaşıp sistemlaşmadı. Fakat Uygur Abdülrahim kelgen vaxtida mesela bazıları deydi, o 4 balısı varken, bu 5 balısı varken, bu dep. Ama o 4-5 balısı bilen yaşayotgan insanların qanchalik besim ichida yaşayotganini hech kim bilmaydi. Fakat bir balısı nopusga erişelaydi, 4 balısı nopusga erişemaydi. Mesela Janub Şinjanlar maxfiy tug'di, endi biz davlat organlari borki maxfiy tug'ish mumkin emas. Ular bir uydan chiqmay bir amallarni qilib tug'alaydi, ama tuqqan bilan biz shu sajiyag'im tushib baqdik. 4 balısını maktabga olmaydi, nopusga olmaydi. Ma davlatda 4 balısı yashig'ini bilan uningga oid hech qanday bir dokument yo'q. Bu 4 balısı her vaqt davlat kirib o'ldirib o'tib qolsa bu atani çık. Men o tök balan batı, men tök balın üstüdün devletin maymançılık jaza ahtalab qilman. Men tök bal tuqqan desa, tök balga ait hech qanday bir davlatda dokument yo'q. Uning nupsi yo'q, uning turvatgan yeri yo'q, uningga ait kimlik yo'q. Uning uchun bu tök balniki davlatda yashashi, u xalqlar yashayotidi degan mumkin emas. Her vaqt, her xil usulda bularni o'ldirib talaydi. Chunki davlatda ularga ait hech qanday yashayotgan ait bir dalil isbot yo'q. Ben bu işi kesip aytalayman ama haqiqiy bir vijdonli Uyg'ur, bir vijdon egisi bo'lgan buni cho'qim oshkorlash kerak. Men bu 4 balam bor, men oilamni bunday yashatma deydigan mumkin emas, ammo 4 balasi bo'lgani bilan faqat birisining davlat yashash huquqi bor. Uchisining davlat yashash huquqi yo'q. Hech qanday dalil isbot topolmaysiz. Hammasini o'ldiradi. Qanday o'ldiradi? Balkim bir yengli bilan o'ldiradi. Bularni odam o'ldirish usullari aytdi. Shuncha bir piyola choy ichgan bilan o'xshash. Bizning ko'z oldimizda o'lib ketgan, ashuna yo'qolib ketgan odamlar shunday bir kechada yo'qolib ketadi. Yo'qolib ketdi deb yo'q deydi. Otamiz uni saqchiga ma'lum qilib qo'yishi yo'qolib ketadi. Ammo saqchilar bizga kelmaydi ki. Çünkü vaziyet bu, kanun bu hakikat bu. Mesela bizge işki deydi ama işki bizge emirleşmedi ki. Biz şirket işledik mi, biz şirketin kanunlarını yaşamamız gerek. Biz Cumhuriyet'in kanunlarını diyen bilen Cumhuriyet'in kanunu bizge emirleşmedi ki. O Cumhuriyet fakat Beijing'de kaldı o kanun. Bu kanun fakat böyle yüzeyki insanlara, biz asallık milletke 2 tane bal tuğulardı ama bunlar tuğmalardı da kanda kılımız. Ama tuğalayımız devletin, şirketin, her bir organdan bizge bilsin bazen tuğmaysa üzüklerini saldırıp bizim diyen kudu işini kulup sağlandık. Hem yerimizi kulup serası biz kanda tuğalayımız. Ben o yoldaşım yok. Benim o yoldaşım yok. Benim o toğuş nispetim yok. Aşında turup mu devlet mal işlenmedi. Belki tuğup kalsam. Diyen asasda mal üzük saldırıp etti. Ben 10 neçe üzük bile yaşadım. Ben üzükümü Türkiye'ye bir aldırıp ettim. Benim o yoldaşım yok. Ne yoldaşım tükep ketken. O onda hizmetten aldırışçılığı da sırtı çıkıp birisinden tunuşkudek vaktiniz mi olmaydı oydu. Bala aile. O hizmet ügenmişsiniz olmaydı. Söz iktidarımızı yukarı kılmışsınız, işçilerimiz sizge boysunmaydı. Muşak asasda bu tul ayal. Kana batık alaydı. Bir devlet bir üzünün puhrasını işlenmedi diyengem. Şuna kılıp şu bizi, aşında kılıp bizi işkapını kuda bir işkapını takan kulüpte takap boğalık için bizi tuğut yok. Biz tuğamayımız bu siyaset fakat Cumhuriyet'de var ama şehirge bir rayonga tık umumlaşmadı. Umumlaşkan takdirdi mi bizde onçik mesela kör bakmadık. Mesela ben ürümçeli tudum, ürümçeli okvatkan yerimizden tatip pilalık tuğut. Hemen okup kaldık, özünüz bilsiz okul. Mektepten tatip pilalık tuğutun kalımızda kirgiz yutudu Xitayla. Hizmet küçüktük mü tıxımı mıyım? Kuda bir piyalı su çokum sen işçiler diyendekler. O vaqtlarda o siz degandek o 2 bal qonun Cumhuriyet'de chiqqan bilan sizning nerede yaşagan bo'lsangiz shu yoqning qonuniga bo'ysunishingiz kerak-da. Mesela bir devlet yaşasangiz devletning siyosatlari yuqoridan qatlam bo'lib sizga kelgan vaqtida tuxumchi bo'lib kelgan gap. Shuning siz degandek unda siyosatlarda yashayotganning hammasining bolasi balkim bir balo ketgan vaqtida yoki balki bir vatanda bir igispasi bo'lgan vaqtida deydiki, bu Daesh bu dinga asabi debla ilk 3 balasının hammasini aladi, turmlar akiritidu. Birisining börkini qaqshi ketidu, birisining o'pkasini kesib oldi, birisining tishini tortib oldi. Ya urush jarayonida ularni mushunda usulda yashatmaydi. Ama biz Uyg'urlarimiz, biz bir inson bo'lganmiz, buni qabul qilmayapmiz. Ya unday emas deb. Hozirgacha qabul qilmaydiganlar bormi? Mesela Xitoylar ishonadiganlar. Men ishonmayman. O'zimning turayotgan davlatimga ishonmayapsam, Xitoyga boya ishonmayman-da, mana biz ko'rimiz mana. Bu sistemlarga imzo atdik, qonunlar bor.
siz xizmatga kirdingizmi, bu qonunga %100 imzo atsiz. Bu amallaşmagan qonunlar bular. Faqat o Jo'yanda amallaşgan bilan bir organ, bir shahar, bir noya hech birida amallaşmagan. Bu Xitoylarninki bu sistemasini men chet elga chiqib, anandan keyin uyunibdiman. Ha, biz qul bo'lib ishlab chiqamiz. Xitoylar bizni munchilik atlamasga qitga biz bilamabdik. Bu demokratiya, erkin yashash bilan bu kommunist bu ikkisining qanchalik farqi bo'lganini men chet elga chiqib sayohat qilish jarayonida bildim. Men chet elga chiqishimning sababim men shu qaysilar bilan bo'lgan ishchilarniki haq huquqini qo'g'dash bu mening mas'uliyatim. Masalan, bir ishchi ziyo yetib qolsa, men chuqur ishchilar tarafida turib, hukumat bilan paranglashishim kerak. Chunki ishchilar raisi demak, bir ishchilar vakili bo'lib emas. Shuningga men ishchilarga vakil bo'lish qatorida, masalan, ishchilarning qiyinchiligi bo'lsin, ishchilarning oyligi bir o'zi hal qilolmagan ishlar bo'lsin, hammasini davlatga doklad qilishim kerak. Men ishchilar tarafida turib, bakchiq gapib ketganligim uchun davlat meni shunday bir sistemada yo'qotdiki, o'zimni his qilolmay qoldim. 2015 yılı 3. ayının 8'i Ayollar Bayramı günü bizlerni shu jiv olsun Uygurlar içinde fakat 3 Uygur batık 3 yılımız çatalda kap kaldık. 3 yılımızı memleketke kitaymadık devletimizge. Bizni munda kıp yo'qotdik yüzdün. Sizler bek devletke bek çıkası koşup ketdinglar, işleş jarayoninglar, charchadinglar. Ko'p vaqtinglar hukumat evaldi, davlatga xizmat qilish jarayonida hadinglar, bal tarbiyaladinglar. Shuningga sizlarni biz davlatdan bir sayohatga o'rlashtirdik. Sizlar bu sayohat qilish orqali mush haqalig'inglarni mushlar ifodalanglar. Bizniki sizlar qilgan bir yerib qolgan vaqtinglarni biz mushlar qilib chiqaraylik deb bir sayohat organizm qildi bizga. Sayohat qilgan shaharlarimizmi, yerlarimizmi butunlay mush Xitoylarninki ibodatiga yaqin. Tailand olsun, Singapur olsun, Vyetnam olsun, mush butun Xitoylarga yaqin. Bu masalan o'zining diniga yaqin bir davlatlarni o'rnashtiribdi. Biz bunga yo'qman chiqmayman, aqti köfte desek, idealni bir masala var. Neymişki çıkmaysa, bu dinmi bizning dinimiz deb bizga yana bir qiymətlar yetib qoldi. Chunki men davlat yashash jarayonida 3-4 qatim Xitoylarning saqchilarning hujumi uchirdik, ishchilar tarafdan ham ishchilarni qo'g'daymiz. Biz o'zimizning kishilik huquqimizni qo'g'daymiz. Emgak qonunini o'zgartimiz deyish jarayonida bir necha qatim Xitoylarning hujumi uchirdim, 2 qatim qulam sunib ketdi, bir qatim burnum sunib ketdi. Saqchilar urib sundiryapti. Shu hech qanday biz vatanda unda chiqib qurollarni ilib bir-birimizga aytishadigan bir tashma atamaymiz-ki. Vatanda yashaganlar bildi. Biz faqat shu o'zimizning qonunlik xizmatimizdagi haqiqiy bir isbotlar bilan shu davlatga qarshi turamiz desakmi, biz hech qanday ishda qarshi tura olmaymiz. Doktorlarmi, davlatning, saqchilarmi, davlatning, advokatlarmi, davlatning. Mening sungan qulam, sunib ketgan burnum hammasiga hech qanday bir doktorxonaman guvohliklar isbot bermadi. Faqat tengib qo'ydi, davolab qo'ydi. Ammo doktorxonadan Guja, bo'lmasa mana shu Chinshan bo'lgan, Chungshan bo'lgan degan hech qanday bir qo'li sunib ketgan, guvohlik bo'lgan, anda-munda degan narsani hech qaysini chiqarib bermadi. Sunib ketgan qo'llarimni, sunib ketgan bu barmoqlarimning hammasini Turkiyaga kelib, Turkiyada qaytadan davolattirdim. Mana mening ko'rgan ziyonlarim shunday. Chunki bizga bergan telefon mush Xitoylarninki bizning o'rnimiz nerede, nima ish qilyapmiz, kim bilan hammasini qo'limizga telefon orqali bilib turadi ekan. Bizga biz chet elga chiqqan vaqtimizda ayollar bayrami o'zi dediki, sizlarning xizmatinglar bek eg'ir, ayollik suhbatinglar bilan sizlarni ayollar bayramida sizlarni chet elga sayohat qilishtirdik dedi. Pasportimizni chiqarib berdi. Meni da ko'zing orqani qilib qolmasin deb qizingni aytib ketgan. Bir yaxshi ko'rgan odamlaring bo'lsa chiqqan butun xarajatlarni davlatdan ko'taramiz. Bir ishki, masalan, bolalarni ichki san bo'ldim, men bir balam bor, masalan, qizim bor. Yo'lchi bo'lib ketgan ekan, shu qizim bilan qolib qoldim. Keyin men jiyanim bor, yanimda akamning bolasi. Akamning bolasini pulni men to'lasam, ikkisi qo'shgizakdek cho'ng bo'ldi. Men ichki ketsamda bir kalis ichilib bir o'quvchi kichik bolalar maktab o'qiyotgan vaqtlar birisi 8,5 yosh, birisi 9 yosh, 3 oylik farq qilindi. Chiqsam bulamdi, bolalarni chiqsam, o'zim yolg'iz ichim siqilib qolmasin, bolalar bek men bek oilaga bek nim bo'lgan keyin bolalarni bek yaxshi ko'ratdim desam, davlatdan uni ma'qul dedi. Ma'qul dedi. Chunki o'g'limning pasportini davlat berib berdi. Şirketim, manga ait şirket. Kızımın pasportlarını şirket 2 gün içinde şunçalik tizki. Bir haftaga qanday bütün resmiyatlar, sigortasi bo'lsin, hamma bir haftadan ichida shunda tiz bo'lib ketdi. 3 ayning 8-i ishga bolamni ele. Mush Xitoyninki to'plama sayohat organizmi bilan 16 Xitoy, 3 Uyg'ur, meni ishga bolam, mush hammamiz sayohatga chiqdik. Shu nega bo'lsa mush Xitoylar bor yenimizda. Ashlar bilan sayohatga chiqdik. Tailand, butlar, biz ko'rgan narsamiz hammasi but, ibodatxona. İbadetxonadan boshqa bir narsa ko'rmadik. Yegan tamoqlarimiz o'zimiz elib olgan tamoqni yedik. Shu Xitoylarning qilib bergan narsalari. Unda o'zimiz to'xtab turamiz, men chiqib bir narsa yeylik deydigan erkinligimiz yo'q. Bir sayohatdimi, bir erkinligimiz bo'lmadi. Hech qanday narsa erkinligimiz bo'lmadi. Faqat erkinligimiz nima? Pasportimiz yenimizda turdi. Bizning erkinligimiz faqat kimligimizga ega bo'la oldik. Ammo pasportimiz yenimizda, ammo kimligimiz Xitoyning kimligi yenimizda emas. Kimlik, shu
mush haqlarning qo'lida turdi. Faqat bir davlatga kirgan vaqtimizda qo'limizga berdi. Kirib bo'lgandan keyin qo'limizga ega oldi kimlikni. Ammo pasport qo'limizda turdi. Pasportlar. Biz faqat mushunga ega bo'la oldik. Tamoq yeyish, uxlash, qo'pol sayohat qilish, bir yerga berish, bir narsa setilishdan tortibmi, hech qanday narsaga o'z erkinligimiz bo'lmadi. Va biz buni mushundaq bir shaklda yashadik vatanda. Ham xizmatchi bo'ldik, ham hayotimiz, bolalarimizni mushundaq bir shaklda tarbiyaladik. Men Vietnamga bordik, Taylandga bordik, Singapurga bordik, andan keyin Hong Kong, Olmonga beribdik. Birinchi bekitimiz Olmonga bordik. Andan keyin eng oxirida Malayziyaga berib, Malayziyadan Xitoyga ketadiganimiz to'g'risida gap qildi. Shu bilan eng oxirida shu Malayziyaga borgan vaqtidamizdami bir o'zimizning diniga, islomga oid bir narsani ko'rishga, islomga oid bir masjidlarga qarab beqishga bo'lmaydi. Chunki biz ashak berishdan burun mushunga bir to'xtamdek bir qog'oz bor ekan, bir qonun. Malayziya islom davlati bo'lganligi uchun bu yerga borgandan keyin masjidlarga kirishga, islomga oid bo'lgan kitoblarni ko'rishga, islomga yaqin bo'lgan bir narsalarni setilishga, masalan musulmon oshxonalarda tamoq yeyishga bo'lmaydi. Degandek bir qonun tuzumlarga imzo qo'yishlar, sayohatniki bir sistemasi dedi bular. Kirib bo'lgandan keyin biz mushunga imzo atdik. 3 Uyg'ur, biz 3 6miz ishga balamni qo'shganda. Imzo atgandan keyin biz Malayziyada bir hafta turdik. Bir haftadan keyin bizning toplam sayohatimiz 20 kun'di. Bir haftadan keyin biz yana qaytib Nimga qaytib keldik, Shanxayga. Shanxay qaytib kelgandan keyin Shanxayda men bulardan ayrilib qoldim. Dedimki, men ishga balamni havalimanida vatan qaytib keldik. Chunki biz hepimiz mecburi partiya a'zosi. Bizni hammamizni mecburi unda men mushkamgacha men partiya a'zosi bo'lay deb iltimos qilib boqmadim. Partiya qanday kirib qolganimni bilmayman. Faqat partiya badal pul to'laydi degan vaqtda, men partiya kiritdim deb bildim. Normalda partiya kirib qolsa, partiyani o'ziga tushdik. Maxfiy hujjatlar bor, ishchilikdek nimalar bor, masalan, men bunday qilmayman deb o'ziga maxfiy nimalar bor, masalan, uningga nim berimiz, va'dnoma berimiz, shunday bir partiya kirgan ekan. Men unda va'dnomamni bermadim, unda bir iltimosni sunmadim. Meni majburiy partiyaga kirgizib qo'ydi. Chunki men partiyaga kirishni xohlamaydim. Men kiramayman. Chunki men partiyaga kirish uchun men jiq badal to'lashim kerak, oilam bor, dadam bor, bolalarim bor, beqishim kerak deb men kirmagan sabab ko'rsatdim. Lekin meni majburiy partiyaga kirgizib qo'yibdi. Men partiya badal pul to'lagan vaqtida maoshimizni kesadi, uni o'zimiz yenimizni beramaymiz. Hamma narsa avtomatik maoshimizni kesadi. Shu vaqtda bilibdiman. Andan keyin Malayziyadan kelgandan keyin men Shanxayda tushib qoldik. Men yenimda bolalarimga havalimanni aerodromni ko'rsatay, Shanxaylarni bir ko'rsatgan bor. Men 2 vaqt bergan bo'lsanglar dedim. Degandan keyin davlatdan ma'qul, sening damlishing bor zaten, mening shu jarim bor, tanishinglarim bor. Mayli, sen berib bolalarni ko'rsatgin degan ilmiy bir shaklda, ilmiy hech qanday bir men bilan qarshilashib degan bir ishlar yo'q. Bizniki shirkat boshlig'imiz shu Changchang qo'l qo'yadi bizga. Ma'qul, sen borganda. Ishga bolamni elib Shanxayda bir kun sayohat qildim. Qilgandan keyin u vaqtlarda elektrlik viza ochildi Turkiyaga. Shu o'yildimda vaqtim bor ekan 8-10 kun. Bolalarimni Turkiyaga olib o'yintib akilaymi yo cho'giltib dengizlarni ko'rsatib boqmagandim daha cho'ng. Biz Shanxayda borsaqmi hamda ular dengizning yerlariga berib boqmadik da hamda masalan Xaynanda ularni berib boqdik xizmatda 16 yil. Hukumat nimdi shu bir deb ishlagan ekan. Turkiyaga berib kelsam qanday bo'lar dedim-da, davlatdan izn olmadim, ruxsat so'ramadim buningga. Chunki mening ruxsatim bo'lgan ekan deb. Uydagilarga dedim, "Men bir 5-6 ming dollar kartam urib bergan bo'lsam, men ishga bolani elib sayohat qilib berib ketdim, bak charchadim. Ishga bolamni bir ko'ngli ichilsin, ruxsat so'radi. Qish ta'til vaqtida o 3-ayning 18, 3-ayning 8 bolaning Xitoyda qish ta'til chog'an Tunjiya deb bir mo'jdan ishlar bor-da. Biz undan bo'lib qolmaslik uchun o'sha berib kelay dedim-da, lekin qo'limdagi telefondan Xitoyninki bir jasusi bo'lganini bilmabman. Chunki bu shirkatdan bergan telefon bo'lgan, o'yinchiq o'ylab boqmabman, chunki men sirtga chiqib boqmagan bo'lgan ekan. Men nima ish qilyapman? Nerede turdim, kim bilan paranglashdim, hammasini mush qo'limdagi telefonda bir xil signal, bir chatbot Xitoyga turayotganimni doklad qilib turdi ekan. Men Turkiyaga kirib 1,5 soatdan keyin Xitoyda menga telefon keldi shirkatimdan. Sen Turkiyaga kelsan, Turkiyada tug'an shu kundagi gazetda bir gazet shu alqidek shirkat shu gazetda ishki balangni ham uzalni elib, yanında gazetni yanında turib shu kunlik chislasida bizga rasmga tortib evatgan. Biz seninki qayerda turayotganingni, qaysi kun shu yerda turayotganingni bilib qolaylik dedi Xitoy. Uzalni shirkati shu ishlayotgan shirkatniki, shu Beyzalning, Urumchi Beyzalning. Men hech qanaqa chiqmas o'ylamabdiman. Bunda bu kichik o'ylamagan ekan, hamda bular bizning bexatarligimizni o'ylayotdi degan asosda, mush Xitoylar ishlangan asosda, shu vaqtda shunday ishnish bo'ladi hamda shirkatlarga bizning bexatarligimiz o'zimiz dedi-ku, sizning bexatarligimiz uchun ishga bog'liq bor. Sen bu yerda qanday turk tili bilmaganki deganki, men bularni xuddi bizni qo'g'dayotdi degan asosda shu kunlik gazet bilan ishki bolamni yonimda turib, rasmga tushib, aytdim WeChatda. Bizning shu Xitoy bilan paranglashadiganimiz asosliq uchurimiz shu WeChat. WeChatdan boshqa bir uchur bir telefon undan narsamiz yo'q. Endi anda bo'lganki shu aytib bergandan keyin 2015-yili 3-oyninki
20 neçisi, bak esimde kalmaptı, şu 20 neçisi şu Türkiye'ye bo'lgan vaqtimda. Shu vaqtida ailemga kirib, shu shirkatdan ishchi soqchini ilib, "Sening qizing Turkiyaga beribdi, bizda ruxsatsiz. Biz Turkiyaga berishni uningga bir ruxsat bermagandik. Şey beribdi mana bizdagi isbot. Muncha joyni olmaychi kuni. Mana Turkiya gazeti ma bu. Ikki balang, ma ikki navram, ma qizim. Shuningga bizningki buyrug'imizdan, bizning qonunimizdan chiqib ketgan deb o'z oldiga qonunni birini bularniki shundoq huquq aytib qo'yibdilar. Bir ish kalsa taqilib qolsa o'zi qonun chiqardi, o'zi shirkatning ustidan. Mana qonun chiqadi bugun deydi, amirlashadi. Unda necha odam birlashib ma qonunni biz imzo qo'yaylik deydigan ish yo'q. O'zi oldiga qonun chiqara oladi. Xitoyda har qanday yerda o'z oldiga qonun chiqara oladi. Shirkatlarda bo'lsin, mayli doktorxona bo'lsin, har qanday bir ma'rif sistemasi bo'lsin. Xitoyda bu ekan har qanday vaqtida ommaninki to'plashib imzo qo'yish emas, bir boshliqniki bir kecha uxlab qopiblar o'zi bir qonun chiqara oladi. Buni imzo ata oladi ham bu qonun amallasha oladi. Shuning bilan meni Turkiyaga kirgan, musulmon davlatiga kirgan, anoniki hukumatniki qonun siyosatiga bo'ysunmagan degan qatorda bir modda chiqaribdi shirkatdan. Chiqariblar u yerdagilarni majburiy imzo etishga majburlabdi. Bizning oila dadam imzo etishga unmagandan keyin soqchilarni akirib mecburi imza atgandan keyin ishdan qovlanish, ishdan kaychoqibdi xizmatdan. Kaychoqqa vaqtda bizning ishchimiz mancha joyning mancha kuni Turkiyaga berish jarayonida yo'qolib ketdi degan qatorda ishchilar kechlik gezitiga meni yo'qolib ketgan, Turkiyaga berib yo'qolib ketgan ishchi bola bilan deb mandaq usulda hem qonunga ish qonuni ichiga kirgizib, hem yo'qolib ketdi ishchilarimiz, bizning ishchimiz yo'qolib ketdi degan asosda, shuzum degan asosda meni xizmatdan bevosita kaychoq qildi. Shu bilan xizmatim yo'q. Anonikiza soqchilar haftalab, oylab uyda turishga boshlabdi. U yerdagilar bilan 2015-yil eng oxirgi qitim paranglashganim 6-oy. Onundan keyin hozirgacha bir paranglashish, oilam bilan bir qanday qarab turayotganda o'ldimi, yashadimi, masalan, o'g'limning ota-onasi yashamdi, o'ldimi, turmadimi, hech nimasini bilmaymiz. Uyimizdagilar bilan aloqamiz 2015-yil 6-oyda butunlay kesildi. Mana mening hayotim shundoq razil, iflos, qirg'inchilik, hech qanday bir haq huquqimiz bo'lmagan asosda ishchi bola bilan chet elda davlatimga kirishni to'sdi. Shuning bilan qolib qoldim. Davlatga kirsam, ya mevlüme ya balırım yurdu. İşte hemimiz sakamayız. Çok öldürüyordu çünkü Türkiye'den geldi, Türkiye'de Müslümanlıklarını köydü, nimlerini bulatkanını köydü, belki başka nesillerini oylaydı da bular kanunu ya o bir radikaldaydı ya bizim DAEŞ'teydi ya bu mesela dinli eserbilik bir nesillerini köydü de bular. Hiç kandak bir günahımız bu asasda hemimizni öldürdü. İşte balanımı o terbiyeleş merkezine apırıp küçük balanımı husus bir kolis terbiyeleş merkezi ve atanısı yok. Bek çoğunkan ki bularını öldürüyordu. Ben bularını yaşaydığımda üzerimden o yerde bir xatar yaşaydığım közüm yetmeyen için ben devlette kayıtıp gittim benim. Benim 6 yıllık sözleşlerimin başında Türkiye'de hiç qanday qo'limda bir telefon o'zimga oid ishlar bo'lmagan ahvol ostida konsolosdan, Xitoy konsolosdan tahdid oldim. Shu beqvaga o'g'limni, akamning o'g'lini Xitoyga qaytarib o'tishini, bo'lmasa har vaqt balani qo'limdan evil oladigan shunchalik bir kuchning borligini menga 2 qatim eskartdi. Turkiyada shunday bexatar yashamaydigini bilgachga, oxiri bo'lmay yana sarson bo'lib, yana davlatdan davlatga ko'chishga majbur bo'lib qoldim. Bir uydan uyga emas, bir davlatdan davlatga ko'chishga majbur bo'lib qoldim. Hozir Germaniyada yashayapman. Germaniyada yashayotgan bo'lsam-mu yana hayotimdagi ham bolalarimningki bexatar bir hayotda yashaydigan yana ishonchim yo'q. Chunki mishadimi? Yana Xitoyningki qo'limda WhatsApp, Facebook, hech qanday bir sistemi yo'q ahvol ostida men bilan bevosita telefonlash orqali yana hayotimning bexatar emasligiga bu yerda xotirjam yashamaydiganimga yana bir qitim ko'zim yetdi. Shuninga men bu guvohlikni elimga beryapman, uni oldimga bergan elimga berishga har vaqt hozirim. Ishlayotgan xizmatim rost, bergan shirkatimning ismi rost, xizmatimning tarixi rost, o'zimning yashayotganim rost, ikki bolamning bo'layotgani rost. Men bu shunchalik so'zlay, aytmoqlarga rahmat. Mening so'zim tamom.